Atigi 7 oyligida sandalga tushib ketib, og'ir kuyish jarohati oldi. Natijada oyoqlaridan ayrildi. Ko'pchilik aytadi, sen nogiron bo'lsang, senga ishlash nimaga kerak deydi. Endi bu menimcha bir taraflama fikr deb hisoblayman. Qahramonimizning hayot tarzi barchamiz uchun ibratdir. Ba'zilar sog'lom bo'lsa ham hayotdan noliydi. Ammo shunday insonlar borki, imkoniyati cheklangan bo'lsa ham boshqalarga suyanch bo'la oladi. Bugun sizga tanishtiradigan qahramonimiz oyoqlaridan ayrilgan bo'lsa ham, hayot sinovlarida sinmagan, bukilmagan, balki yanada toblangan inson. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qo'rg'on qishlog'ida yashovchi O'lmasjon Jumayevga taqdir juda erta sinov berdi. Atigi 7 oyligida sandalga tushib ketib, og'ir kuyish jarohati oldi. Natijada oyoqlaridan ayrildi. Ammo bu sinov uning irodasini sindira olmadi. Bugun O'lmasjon oilali, 3 nafar farzandning mehribon otasi. Uning har kuni harakat, mehnat va matonat bilan o'tadi. U tomorqasiga qarab 3 sotix yerda issiqxona tashkil qilgan. Yerdan baraka olib, rizqini halol mehnat bilan topmoqda. 1,5 sotixda pomidor, 1,5 sotixda bodring yetishtiryapmiz. Kuzga borib ko'kat rezavorlar ekanmiz. Isitish uchun hech qanaqangi xarajat kerak emas. Chunki tashqarida 1 gradus issiq bo'lsa, ichki alimi issiqligi 3 gradus bo'ladi. Tabiiy issiq. Shunda ko'katlar bemalol sovuq bo'lmasdan bahorgacha foydalanishimiz mumkin. O'lmasjon asalarichilikka ham qo'l urgan. Mahallada uni asalarichi sifatida ham yaxshi taniydilar. U nafaqat o'z xonadonida ari boqadi, balki shu sohaga qiziqqanlarga yo'l yo'riq ham ko'rsatadi. Qariyb 50 ta oilada ari bor. Shundan hozir 28 tasini sotish uchun zakaz olganmiz klientlarga. Hozir baquv davri. Xudo xolasa shu kunlarda shu 6-apreldan 10-gacha mo'ljallab turibmiz, bo'lib o'sha ishqibozlarga yetkazib berganimizdan keyin o'zimiz xudo xolasa qolganini parvarish qilishni boshlaymiz. Unda asalga tayyorgarlik ko'riladi. Hozir arilarimiz asosan bolalash, ko'payish mavsumida. Shu bilan birga u qurilish anjomlari ijarasini ham yo'lga qo'ygan. Hatto mo'jazgina ulovi orqali xizmat ko'rsatib, xalqning uzog'ini yaqin qilmoqda. Odamlarga yengillik yaratib, o'ziga ham halol daromad topmoqda. Bu motorollerda boshlanishiga odamlarning yukini tashib berib, tirikchilikka ishlab turardim. Keyin o'sha qurilish anjomlari ijarasini yo'lga qo'yganman. Qariyb 180-100 million so'mlik temir anjomlar sotib olganman. Shularda olib boramiz, ma'lum haq evaziga ishlatishadi, alohida yo'l kira to'lashadi. Keyin qaytarib olib ketamiz. Shuna qilib aholiga qo'ldan kelgancha xizmat ko'rsatamiz. Hozir siz uyda ko'rib turgan temirlarimiz deyarli yo'q hisobi, chunki hammasi o'sha buyurtma asosida ishga chiqib ketgan. Buni bitta skuterda yetkazib borishni iloji yo'qligi uchun ikkita skuter qilganman hozir. Bitta skuter zaryad yetmaydi, motoroller. Ikkalasida o'zim ish bilan ta'minlayman shunday. Ba'zilar sharoitdan shikoyat qiladi. O'lmasjon esa sharoitni o'zi yaratadi. Qahramonimizning hayot tarzi barchamiz uchun ibratdir.